93-masala. DNKda 1500 ta nukleotid bo'lib, ikkinchi zanjirdagi guanin birinchi zanjirdagi guaninlardan 1,5 marta ko'p. Birinchi zanjirda adenin ikkinchi zanjirdagi adeninlar soniga teng. Mana shu DNKning ikkinchi zanjir asosida hosil bo'lgan informatsion yeringadagi guanin nukleotidlar sonini aniqlang va birinchi DNKda birinchi zanjirda quyidagicha nukleotidlar bor ekan. Jami nukleotid 1500 ta. Endi ikki namolim tenglama qilamiz. Buning uchun birinchi zanjirdagi adenin shu zanjirdagi timinlar soniga teng. Birinchi zanjirdagi guanin shu zanjirdagi sitozinlardan 1,5 marta kam. Shunda sitozinlar 1,5 marta ko'p bo'ladi va 1,5 Y ni tashkil qiladi. Endi tenglama qilsak, 2x qo'shilgan 2,5 Y va 750. Bu son qayerdan keldi? 2x adenin va timinlarning soni bir zanjirdagi. 2,5 Y guanin va sitozinlarning yig'indisi birinchi zanjirdagi. Mana 1,5 Y ga 1 Y ni qo'shib olsak 2,5 Y bo'ladi. 750 bu DNKda jami 1500 ta nukleotid bo'ladigan bo'lsa, bir zanjirda 750 ta nukleotid bo'ladi. Bir zanjir bo'yicha ishlayapmiz. Va pastdagi tenglama bu masala shartida berilgan. Adenin va timin yig'indisi 2x, ayirmasi guanin va sitozinlar yig'indisi 2,5 Y, tenglik 250 chiqish kerak. Bu yerda x lar qisqarib ketadi va 5 Y 500 ni tashkil qiladi. Y ni topsak 100 kelib chiqadi. Va bu ikkinchi zanjirdan informatsion yerinka sintezlangan bo'lsa, nukleotidlar quyidagicha: timinga adenin, sitozinga guanin, guaninga sitozin, adeninga uratsin. Bu yerdagi guaninlar Y bo'lgani uchun Y 100 chiqyapti va guaninlar soni ham 100 tani tashkil qiladi. Javob